Mana obunachilar Brownie plyonka tortgandan keyin, shilganimizdan keyin kley qolib ketami deb juda ham ko'pchilik qiziqadi. Hozir iPhone 2 Pro ga Brownie plyonka tortib qo'yganmiz. Endi buni shilib ko'ramiz. Buni ancha ishlatdi, mana egalari, mana ko'rishingiz mumkin. Buni shilib boshqa tortib bermoqchimiz. Mana hozir ko'zingizlarni oldida shilib ko'ramiz. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa kley qolib ketgani yo'q. Mana yonboshlarini ham ko'rishingiz mumkin. Endi bu telefonga yangicha Brownie plyonka tortib beramiz. Mana o'zingizlar ham ko'rib turishingiz mumkin. Hozir shu plyonkani tortamiz va video davomida ko'rishingiz mumkin. Bu Brownie skinga tortib oldik. Endi o'zingizlar bitta e'tibor berib, baho berib qo'yarasiz.